o'zimni sinfdoshimni dadasiniki. O'sha yerda ofitsiant bo'lib ishlaganman. Keyin Minifood degan такой Qo'qonda kichkina McDonald's bor. Tochkalar juda ko'p. U yerda ya'ni pitser bo'lib ishlaganman, pitsa tayyorlaganman. Qarang, ofitsiant bo'lib ishlaganman deysiz. Ha. Qo'qon universitetida o'qiganman dedingiz. O'sha paytda boy kursdoshlaringiz hech oldingizga kelib qolib, nima desa bo'ladi? G'ururingizga tegishgan bo'lganmi? Masalan, gapirasiz, yozib ol, esingdan chiqarib qo'yma, bu qara deb prikol ishlamoqchi bo'lasiz. Men ofitsiantlikda qarang. Men universitetga kirishdan oldin u yerda ishlaganman. Universitetga kirganimdan keyin taksilik qilganman. Universitetga kirganimdan keyin. Siz aytib turgan holatlar faqatgina taksilikda bo'lgan. Undan oldin ham bo'lgan bunaqangi holat. O'sha ofitsiant qilib yurgan paytimda shu